Yosh bolalarda quloq og'rib qolishi ota-onalarni juda xavotirga soladi hamda bolalarni o'zini ham juda ham bezovta qiladi. Bu holat bilan ko'pchilik albatta to'qnashgan. Umuman olganda quloqning ichida juda ham sezuvchi nervlar juda ko'p bo'lganligi uchun bu og'riq eng kuchli og'riqlardan biri hisoblanadi. Hozir men sizlarga bu og'riqni qanday sabablari bo'ladi ko'proq va bu holatda og'riq kelib chiqqanda nima qilish mumkin emasligi haqida aytib o'taman. Yosh bolalarda quloqni og'rishini asosiy birinchi sabablardan biri bu o'rta quloqda yiringli otit, ya'ni quloq bo'shlig'ida, o'rta quloq bo'shlig'ida yiringni to'planishi va u nog'ora pardani ezgani hisobiga kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bolalar albatta yoshiga qarab bu kasallikni sizga aytib bera olishi hamda tushuntirib bera olmasligi mumkin. Misol uchun agar bola go'dak yoshda bo'lsa, u og'riqni aytolmaydi, lekin juda bezovta bo'ladi. Bunda bolani ovqatlantirayotganda emzikli bo'lsa, yutinganda og'riq kuchaygani uchun bola ovqatlanmay qo'yadi. Yotqizgan holatimizda og'riq kuchayadi hamda qo'shimcha ravishda bolada temperatura ko'tarilishi, uyquni buzilishi ham kuzatilishi mumkin. Biroz kattaroq, ya'ni 2 yoshdan keyingi bola og'riqni qayerdaligini qo'li bilan ko'rsatib berishi mumkin, lekin shunda ham bola kichkina bo'lgani uchun uni aniq joyini ko'rsatib bera olmaydi. Demak, birinchi sabab bu yiringli o'rta otit. Yiringli o'rta otit bolalarda ko'pincha burni bitayotganda, o'tkir shamollash, ya'ni burunni bitishi bilan kechayotgan shamollash bo'layotganda yoki undan keyin bir haftalardan keyin paydo bo'ladi. Quloq og'rig'ini ikkinchi sababi bu tashqi otit. Ya'ni quloq eshituv yo'lini shamollashi. Bunga sabab bo'lishi mumkin. Hozir juda ham ko'p uchraydi virusli otitlar. Bunda bolada qulog'ida qattiq og'riq bo'ladi hamda temperatura ko'tariladi. Ko'pincha bu kasallik keskin sovqotishdan keyin paydo bo'ladi yoki quloqning ichiga suv kirgandan keyin paydo bo'ladi. Suv kirgandan keyin mahalliy immunitet pasayadi, chunki quloq namligida sovuqqa sezgir bo'lib qoladi hamda bu yerda otitlar rivojlanishi ko'payadi. Bundan tashqari tashqi otit zamburug' hisobiga, ya'ni suv kirganda u bilan birga zamburug' kirib qolgani hisobiga yoki travma oqibatida terini zararlab, u yerga qandaydir bakterial infeksiya qo'shilganda paydo bo'ladi. Bunda tashqi otit bilan o'rta otitni biz farqlashimiz mumkin. Misol uchun bola kichikroq bo'lsa, 3 yoshgacha bo'lsa, ularda suyak qismi rivojlanmaganligi uchun quloqqa teganimizda og'riq kuchayib ketadi. Bu bolada o'rta otit borligini bildiradi. Lekin tashqi otit bo'lganda yoshiga qaramasdan quloqni teganda og'riq kuchayib ketadi. Bundan tashqari bola chaynash harakatlarini qilganda ham og'riq kuchayib ketishi mumkin. Uchinchi og'riq beruvchi sabablardan biri bu quloqning o'zida kasallik emas, uni atrofidagi a'zolarda bo'lgan muammolar. Ya'ni agar bolada karies, ya'ni tishda kovak bo'lishi yoki tish milklarini yallig'lanishi, yiringli jarayon paydo bo'lishi bo'lsa, bunda ham keskin quloq tomonga og'riq beradi. Bundan tashqari bolani tomog'i og'riganda ham qulog'iga og'riq berishi mumkin. Chunki tomoqni yutinishda ishtirok etuvchi mushaklar ichki tomondan quloq bilan birga birikkan bo'ladi. Bundan tashqari sovqotish oqibatida yoki skvoznak, yelvizak hisobiga quloqning atrofidagi tashqi nervlar ham zararlanishi mumkin. Bu ham quloqning atrofiga xuddi quloq og'rig'idek og'riq berishi mumkin. Quloq og'rig'ini keyingi sabablardan biri bu quloqda bo'luvchi qandaydir travmalar. Bular bo'lishi mumkin o'tkir jismlarni tegishi hisobiga quloqni travma qilib qo'yish yoki quloqni urib olish, yiqilish oqibatida quloq tomonga travma bo'lishi ham quloqning o'zida og'riqlar beradi. Keyingi og'riq sabablardan biri bolalarda samolyotga chiqish yoki burunni qattiq qoqish hisobiga bosim o'zgarishi. Quloq pardasi juda ham bosim o'zgarishlariga sezgir bo'ladi. Misol uchun biz ko'ramiz, samolyotda ba'zida kichik bolalar juda bezovta bo'lishni boshlaydi, yuqorilikka ko'tarilayotganda. Bu bolalarda burunni nisbatan torligi hamda burun bilan quloqning orasidagi kanal yaxshi rivojlanmaganligi. Shuning uchun bolalar keskin davleniya o'zgarishlariga hali moslashmagan bo'lishadi va ularda bu holatlarda quloqlarida keskin og'riq paydo bo'ladi. Bunda albatta bolani tinchlantirish, unda yutinishga yordam berish, qandaydir suv berish yordamida hamda burniga uchishdan oldin albatta e'tibor berish kerak. Keyingi og'riq sabablaridan biri bu quloqda yot jism bo'lishi. Ba'zi bolalar quloqlariga bilmagan holda yoki o'ynab kichik jismlarni sovurishadi yoki bo'lmasa qalamni uchi bilan quloqni kovlamoqchi bo'lishadi va qalamni uchi sinib quloqning ichida qolib ketadi. Bundan tashqari quloqda sera to'planishi hisobiga bolalarda quloq kanali juda ham tor, shuning uchun sera ko'pincha to'planib qoladi va yig'ilgani sari ko'payib quloq devorlarini yoki ba'zida pardani oldiga borib qolib, pardani ezib og'riq berishni boshlaydi. Albatta ushbu sabablarni taxmin qilgan holda hech qachon bolani qulog'i og'riganda ba'zi ota-onalar olib uni tozalamoqchi bo'lishadi, kovlamoqchi bo'lishadi yoki qandaydir spirtli tomchilarni tomizmoqchi bo'lishadi yoki isituvchi narsalar bilan quloqni isitmoqchi bo'lishadi.
Bular albatta xato. Shuning uchun birinchi o'rinda quloq juda ham nozik a'zo bo'lganligi uchun birinchi o'rinda lor vrachga olib borib aniq tashxis qo'ydirib olish kerak. Shu yerda men uyda qilinadigan ba'zi bir xatoliklar haqida gapirib o'tmoqchi edim. Misol uchun, ota-onalar quloqni og'riganda uxa-chiska yordamida quloqni tozalab ko'rmoqchi bo'lishadi. Bunda yordam berish o'rniga aksincha noto'g'ri harakatlar bilan battar qilib yuborish mumkin. Misol uchun tozalayotgan paytda o'sha yerda yig'ilgan serani ichkariga itarib yuborishingiz mumkin yoki infeksiyani kirgizib qo'yishingiz mumkin. Bundan tashqari ko'pincha borni spirt yoki kamferni spirt bo'ladi, qo'l ostida o'shani tomizmoqchi bo'lishadi. Bu albatta juda noto'g'ri, chunki borni spirt birinchidan u qon tomirlarini kengaytirganligi uchun quloqda yallig'lanish jarayonini ko'paytiradi. Ya'ni qon kelishini ko'paytirgani hisobiga u yerda shish yana ham kuchayib, og'riq vaqtincha qandaydir qizish bo'lgani bilan keyin og'riq kuchayib ketadi. Bundan tashqari bolalarning terisi juda ham nozik bo'ladi. Ushbu spirtli tomchilarni qilganimizda quloq terisini hamda nog'ora pardasini kuydirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun albatta uy sharoitida hech qachon umuman bolalarga spirtli tomchilarni ishlatish mumkin emas. Profmed Servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed Servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Keyingisi ba'zida uy sharoitida quloq og'riganda quloqni qizdirishga yoki qandaydir spirtli kompresslar qilishga harakat qilishadi. Albatta bu ham xato. Quloqni hech qachon isitish mumkin emas, ayniqsa og'riq paytida. Albatta issiqlik qanaqadir teriga yoqimli hisoblanadi, lekin u quloqning ichidagi yallig'lanishni qo'zg'atib yuboradi. Chunki bunda ham qon tomirlari kengayib, yallig'lanish kuchayib, yiringni to'planishi ko'payib ketishi mumkin. Yiring to'planishi o'z navbatida nog'ora pardasining tezroq teshilishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari, agar quloqda qandaydir travma bo'lgan bo'lsa, bu ham u yerda qon aylanishini kuchaytirib, qonash oqibatlariga ham olib kelishi mumkin. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan vrach sifatida faqatgina agar bolada uyda birdaniga quloq og'rig'i paydo bo'lgan bo'lsa, sababini bilmasangiz, albatta imkoniyat boricha tezda lor vrachga olib borish kerak. Hozir bizda 24/7 holatda ishlaydigan lor klinikalari bor. Albatta o'z vaqtida olib borib, malakali shifokor ko'rganda aniq tashxis qo'yib beradi va o'z vaqtida to'g'ri kerakli yordamni ko'rsatadi. Lekin agar borish imkoni bo'lmasa, bolada juda og'riq kuchli bo'lsa, birinchi o'rinda og'riq bosuvchi tabletkalar berishimiz mumkin. Albatta hammaning uyida og'riq bosuvchi tabletkalar topiladi. Vaqtincha uni berib, biroz bolani tinchlantirib, albatta lor vrachga olib borish tavsiya qilinadi. Demak, hurmatli ota-onalar, agar bolada qulog'i og'rib qolsa, birinchi o'rinda bolani tinchlantiring. Unga og'riq bosuvchi tabletka bering. Qulog'iga hech qanday spirtli tomchilar, ayniqsa borni spirt, kamferni spirt tomizmang hamda qulog'ini isituvchi muolajalar bajarmang. Agar sizda yoki yaqinlaringizda quloq bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizga eng yaxshi yechimini qilib beramiz. Albatta tekshirib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davo muolajasini tavsiya qilamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va yosh bolasi bor tanishlaringizga yuborib qo'ying.